Stop loss qo'yishdagi eng ko'pda 3 ta xato. Birinchi xato bu stop losslarni emotsiyaga asoslanib qo'yish. Ko'pchilik treyderlar texnik tahlil asosida emas, balki orqaga qaytib qolar degan umid bilan stop lossni surib borishadi. Stop loss aniq bitta sabab bilan qo'yilishi kerak. Ya'ni qanaqadir struktura buzilishi yoki qanaqa model yoki o'sha siz olgan tasdiqingizga qarab turib, aniq bitta stop belgilanishi kerak. Bo'lmasa bu stop loss qo'yish emas, balki umid qilib kutish bo'lib qoladi. Ikkinchisi, oldindan savdo ochib keyin stop lossni belgilash. Har doim stop loss joyini aniq qilib, shunga mos ravishda lot hisoblab, keyin savdo bitimini ochishimiz kerak. Bu narsani xuddi o'qqa qarab yugurib ketayotgan joyimizda qalqon izlashga o'xshab qoladi. Bozor bu jang maydoni. Qalqon bu sizning stop lossingiz. Uni har doim jangdan oldin tayyorlab olishimiz kerak. Ya'ni aniq stop loss belgilab, keyingina savdo bitimiga kirishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, stop lossni juda ham yaqin qo'yish. Men stop qo'ydim, lekin stop lossim olib, keyin men kutgan tarafga qarab yurdi degan narsa juda ham ko'pchilik treyderlarda bo'ladi. Stop lossni standartli, misol har doim 20 pip, har doim 30 pip qo'yadigan joyi yo'q. Ya'ni stop loss qo'yadigan joyimiz aniq bizda struktura o'zgaradigan joyi bo'lishi kerak. Video foydali bo'lganmi, uni saqlab qo'yamiz va treyder do'stlarga jo'natib qo'yamiz.